Assalomu alaykum aka, yaxshimisizlar? Ana keyingi darsimizni boshladik. Uстановкаlarni ko'rsatdim. Ana endi joystiklarni kuratligini ko'rsataman, kabinkani. Qo'yish ana bera knopkalar bo'ladi. Ana bu o'tirgandan keyin uстановкаdan keyin kalitchani buriladi, kompyuterni kaliti. Kompyuter yonadi hozir. Ikkita joystigi bo'ladi. Ana bu ovozini o'chiriladi. Ana. Keyin deb o'ng joystikdan boshlanadi. Ana o'zimizga eshikka tortsak, ichkariga tortsak ko'tariladi, stirlar. Stirlar ko'tariladi. Ichkariga tortsak, eshik tarafga chap tomonga tortsak, stirlarni ko'taramiz. Stirlarni ko'taramiz. Sekin qo'yib berish kerak lekin. Tez ishlash kerak emas. Keyin ozgina ko'targandan keyin, ana shunday ko'targandan keyin ayni ko'rinayotgan bo'lsa, ozgina ko'targandan keyin shuni kompyuterga qarab italaymiz, tushiramiz. Bu katta gakniki yana. Katta gak tushiramiz, mayna bo'ladi. Kompyuterga qarab italasak. Mayna qilib olamiz. Keyin chap joystikni ham pastga qarab italaymiz ana. Bosamiz. Kichkina gakka tushadi. Ana shunday ozgina tushirib olgandan keyin stirlarni ana bera gradus bo'ladi ana. 14 gradus, 14-8 turibdi. Ana shuni 18 gradusgacha ko'taramiz. Ana. O'ng qo'limizdagi joystikni ichkariga, eshik tarafga, chap tomonga tortsak, endi hamma har xil tushunadi ana. Ichkariga degani o'zimizga. Eshik tarafga ham, mana eshik chap tarafga bo'ladi. Mana shuni ko'taramiz. Hozir 33 gradus bo'ldi. 36, 37. Ko'tarib olamiz 18 gradusgacha. Mana 18 4 bo'ldi. Ana shu birasi getirganimizdan keyin kabinkani ustiga trosni maynafira berish kerak emas, mumkin emas. Chap joystikni eshik tarafga, chap tarafga sekinlik bilan bosamiz. Pavorot bo'ladi, mana chapga pavorot bo'ladi. Chapga pavorot qilamiz. Agar o'zimizga ichkariga tortsak, o'ng tarafga, o'ngga pavorot bo'ladi. Chapga tortsak, chapga pavorot bo'ladi. Mana shuni sekin qo'yib beramiz. Keyin uni kichkina gakni ham, katta gakni ham tushiramiz. Pastga bossak, tushadi ana. Pastga bossak tushadi. Endi shunday katta gakni ham tushiramiz. Katta gak ham tushadi. Hozir yukimiz 2,5 tonnadan og'irligi uchun katta gak bilan ishlaymiz. Kattani tushiramiz. Katta tushibdi. Ana shunday troslarni tushirganimizdan keyin stirlarni chiqarishimiz kerak bo'ladi. Stirlarni hamma X imjiga bir xil bo'ladi. Ana bu knopkani bosib, o'ng tarafga italaymiz, bosamiz. Bosib italaymiz. Sekin stirlar chiqadi. Tros ko'tarilib ketibdi, stirlar chiqib ketibdi. Ana bu stirlarning metri ana. 11, 12, 13 bo'lib ketadi. 68 gradusi. Ana bu 14-15 metr balandlik. O'zimizga kerakli ishlab turgan payt o'zimizga kerakli uzunlik chiqarib olamiz. O'zimizga kerakli uzunlik 22-23 metr chiqarsak bo'ladi. Ana kichkina gak yetib qoldi tepaga, to'xtaymiz. To'xtagandan keyin yana ozgina tushiramiz. Chap joystikni bosamiz, pastga qarab tushadi. Qo'yish. Endi katta gakni ham tushiramiz. Katta gak o'ng joystikka bo'ladi, pastga bosiladi. Kichkina gak chap joystikka bo'ladi, pastga bosiladi. Adashtirib yormanglar. Mana hozir
16 metr chiqdi. 16 metr chiqqandan keyin bo'liq ham ana bosib o'yna tarafga italaymiz. O'zgaryapti ana, uzun bo'lyapti. Shunga yetdi 18, endi ana shuni 22 metr qilsak bo'ladi. Bizga ishlashimizga yetadi. Ana stirlarimiz chiqib ketyapti. Tepaga ham qarab qo'yamiz, kichkinaga tegmasligi uchun kam-kam tushiramiz. Hozir ana 20 metr bo'ldi, yana 1-2 metr chiqib qolsa yetadi. 21,5 metr bo'ldi. Ana endi tushiramiz. Tushiramiz. Tabii 22 metrdan o'tib ketdi, bo'ladi ana. Ana metr bo'ladi. Ana bu stirlarning metri bo'ldi, 22,5 metr. Bu ana bu balandlik 23 metr bo'ldi, stirlarning uchigacha yerdan. Ana bu radius metri, men turgan joydan yukgacha bo'lgan masofa. Gak turgan joygacha bo'lgan masofa 744, 7,5 metr. Bu gradusi. Ana bera shu sira chiqqan qo'lga necha tonna ko'tarishi maksimalni, bundan ziyod ko'tarmaydi. Ana bera necha tonna ko'tarib turganini ko'rsatadi. Hozir bu kompyuter uncha yaxshi ishlamaydi. Minusga ishlaydi 500-600 kilo. O'shaning hisobiga minus turibdi. Bu xato ko'rsatyapti hozir. Kompyuter xato ko'rsatsa, bu kranchiga minus bo'ladi. Chunki tonnani aniq bilmaydi. Kran chapqa qilib qo'yishi mumkin. Ana aytganimdek zapasovka 4 talik. Agar zapasovkani 5 talik qilsa, 6 talik, 7 talik, 8 talik, 9 talik qilsa, buni ham kompyuterdan to'g'irlash kerak bo'ladi. 2 talik bo'lsa 2 talik bo'lish kerak, 6 talik bo'lsa 6 talik qilish kerak, kompyuterga ham 10 talik bo'lsa 10 talik qilish kerak. Bo'lmasa aytgan yukni ko'tarmaydi 25 tonnani. Xo'sh, ana endi pavorotni aytganimdek, chap joystikni o'ngga bursa o'ngga ketadi, ana o'zimizga tortsak o'ngga. Pavorot o'ngga bo'lyapti, ko'rayotgan bo'lsangizlar. Sekin qo'yib beramiz. Pavorotga ham, maynaga ham, firaga ham, stirlarga ham sekin bosib, sekin bo'lish kerak. Ana bu chap joystik chapga. Chap joystik faqat kichkina trosni mayna fira qiladi, pavorot qiladi. Bo'ldi. 4 ta funksiyani bajaradi. Chapga bursangizlar chapga pavorot bo'ladi, o'ngga bursangizlar o'ngga pavorot bo'ladi. Pastga bossangizlar kichkina tros mayna bo'ladi. Agar tepaga o'zlariga ko'tarsangizlar tepaga ko'taradi trosni. O'zlariga yuqoriga ko'tarsangizlar. Bu ham xuddi shunday. Pastga bo'lsangizlar pastga tushadi tros ana. Uni ko'rsatdim. Agar o'zlaringizga tepaga ko'tarsangizlar tepaga ko'taradi. Bu stirlar tashlaydi. O'zimizga tortik stirlarni ko'tardik-ku. Agar buni o'yna tarafga knopkani bosmasdan, knopkani bossangizlar bu stirlar chiqadi. Knopkani bosmasdan o'yna tarafga bossangizlar, italasangizlar sekin gradus kamayadi ana. Qaranglar 68 edi. 64 bo'ldi, 63, 68, yana 68 uch demoqchi edim. 67 bo'ldi, 66 bo'ldi. Yana ko'rdingizmi? Gradus. Bu stirlar tashlaydi. Xo'sh, ana endi power off qilamiz. Power off chap joystikka bo'ladi. Adashtirib yubormanglar, qaytib ko'ringlar. Sekin bosib, sekin o'tish kerak bo'ladi. Tez qilish kerak emas. Tez qilsangizlar siltaydi. Yuk bo'sha